mudrab qolyapsizlar. Izlanuvchanlik yetishmayapti. Tanqidiy maqolalari urug'i kamayib ketdi. Feleton degan narsalar ham bo'lardi dunyoda. Nima qilyapsizlar o'zi? Qayoqqa qarayapsizlar? Qarayapmiz, boshliq, qarayapmiz. Hech atrofga qarayapsizlarmi? Qancha voqealar bo'lyapti? Qaramayapsizlar. Ko'rinmayapti ishlaring. Nega mavzu topolmayapsizlarmi? Yo, boshliq, qidiryapmiz, mavzularni qidiryapmiz. Bor, ko'chaga chiq. Har bir sohada biron bir narsa yozsa bo'ladi. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Har bir sohaning ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor, nuqsonlari bor. E'tibor berish kerak. Qidirish kerak, izlanish kerak. O'shalarni topib, o'shalar haqida yozish kerak. Xo'p bo'ladi, boshliq, yozamiz. Yozsang yoz. Bo'lmasa, boshqa tahririyat top o'zingga. Tavba. Nima haqida yozaman? Nima haqida? Yoz deyish oson-da. Har soha haqida yozsang bo'ladi deydi. Masalan, yo'l nozirlari haqida yozsam bo'ladimi? Nima bo'lmaydi? Bo'ladi. Yaqinda bir voqea eshitgandim. O'shani to'ldirib yozsam bo'ladi. Yo'l noziri. Otaxon, siz yo'l harakati qoidasini buzdingiz. Jarima to'laysiz. Bolam, qanaqa qoidani buzdim? Bu ko'chada bir tomonlama harakat belgilangan. Ikki tomonlama harakat taqiqlangan. Men ham bir tomonlama harakat qilyapman-ku. Ikki tomonlama harakat qilganim yo'q. Siz taqiqlangan tomondan kirib keldingiz. Uni ustiga kamar ham taqmagansiz. Men kamar taqib keldim. Sen to'xtatganingdan keyin yechdim kamarni. Kamaga tezlik ham bu yerda chegaralangan. Tezlikni ham oshirib keldingiz. Hech qanaqangi tezlik chegaralovchi belgi qo'yilmagan-ku. Otaxon, qo'yilmagan bo'lsa qo'yamiz. Nima qilasiz tortishib? Jarimani to'laysizmi? Jarimani to'lamayman. Tortishaman kerak bo'lsa. Mayli otaxon, sizga bitta savol beraman. Agar javob bera olmasangiz, jarimani to'laysiz. Kelishdik. Qani, ber savoling. Yo'lda ketyapsiz. Yo'lni o'ng tomonidan ot kesib o'tyapti. Chap tomondan esa eshak kesib o'tyapti. Xo'sh, siz katta tezlikdasiz. Qaysi birini bosasiz? Ot kattami? Ha, ot katta, baquvvat ot. Eshak bilan otning farqi bor. Agar ot katta bo'lsa, uni narxi yana ham balandlashadi. Shuning uchun eshakni bosib qo'ya qolaman, bolam. Eshakni? Otaxon, to'rimizni bosish kerak, to'rimizni. Jarimani to'laydigan bo'ldingiz. Yo bolam, to'lamayman. Nimaga? Men ham senga savol beraman. Agar savolimga javob bera olsang, 2 barobar qilib jarimani to'lashga roziman. Mayli, bering. Toshkent shahrini yaxshi bilasanmi? 5 qo'limday bilaman. Agar yaxshi bilsang aytchi, Toshkent ko'chalarida nechta pavorot bor? Otaxon, qiziqmisiz? 1000 tadir, 2000 tadir. Kundan kunga yangi ko'chalar qurilyapti. Uni menimcha boshliqlarimiz ham bilmaydi. Bolam, bilmasang bilib olgin. U boshliqlaringga ham aytib qo'ygin. Bu Parijda ham, Berlinda ham, Moskvada ham, Toshkentda ham ikkita pavorot bor. O'ngga, chapga, qolgani razvorot. Aman bo'lgin. Alo,
Ha do'stim, yaxshimisan? Ha qayerda bo'lardim? Yuqori qishloqdaman. Boshliq shu yerga jo'natdi. Ishimdan qoniqmayotganmish. O'sha yerga bor, ko'zimga ko'rinma dedi. Endi hayronman bu yerda birorta mashina o'tmaydi. Nima eshik araba to'xtatamanmi endi? Aksiga olib, xotinam bir dunyo xarajat yozib bergan, olib keling deb. Bu xarajat pulni qanday chiqaraman? O'ylanib turibman. Ha, shunaqa. Shoshma. Bitta mashina ko'ringanday bo'ldi. Rizqim kelyapti shekilli. Keyin gaplashamiz. Xo'pmi? Voy bola, nima, joningdan to'ydingmi? Ha, urib yuborsam nima bo'ladi? Yo'lning o'rtasida turganingni qara. Otaxon nima, formani ko'rmayapsizmi? Men xizmatdagi odamman. Kechirasan bolam. Bu chang to'zon, o'nqir-sho'nqir yo'lda formangni ko'rmabman-da. Endi qarichilikda bolam. Nima? Gaymisan? Yo'q. Yo'l noziriman. Hozir nomimiz o'zgargan. Ha, qachon o'zgardi? Sizga nima farqi bor? Qachon o'zgargan, nima o'zgargan? Sizga hozir tushuntirishga vaqt yo'q. Qani, hujjatlarni oling. Hujjat? O'g'lim qo'shni qishloqda turadi. To'y qilyapti. Kelin oladi. Ertaga to'y, bugun savus so'rar. Shu desang shoshilganimizdan paravani olmabman-da, bolam. Kechir choldi. Juda yaxshi-ku, ha? Ha, nimasi yaxshi? Sizdaqa qonun buzarlarni qancha ushlasak shuncha yaxshi-ku, deyapman-da. Endi bolam to'ychilik, qarichilik, bir safar kechira qolgin o'g'lim. Ketaveray. Qanday? Qanday kechiraman otaxon? Agar sizni kechirsam, davlat oldidagi burchim nima bo'ladi? Ha? Vijdonim nima bo'ladi? Kechira olmayman otaxon. Mashinada magnitoshitel, aptechka degan narsalar bormi? Bo'lsa kerak. Lekin bolam, bu mashina 5 yil, 10 yildan beri garajda yotibdi. Zaruriyat yo'q bunga. Bironta mashina topa olmadik. Qo'shnimiz olib boraman degan edi. Uni ham mashinasi shu bugunga kelib buzilib qolibdi. Akkumulyatorni olib, shartta bunga qo'yib, menib chiqaveribmiz-da. Kechir o'g'lim, endi bir safar kechir. Buncha yaxshi, ha? Bu nima degani? Nimasi yaxshi? Mana bu. Endi sizdek qoida buzar yo'limdan chiqqani yaxshi-da, deyapman otaxon. Demak, 10 yildan beri mashina texnik ko'rikdan ham o'tmagan. Ishchatoq otam, ishchatoq. Mashinangizni arest qilamiz. Qo'y bolam, shu bitta cholni matisini arest qilmagin. Shu to'ylarni o'tkazib olaylik salomon. Kelaman keyin. Ilojim yo'q, otam, ilojim yo'q. Evakuator chaqiramiz. Mashinani uchastkaga olib boramiz. Qonun oldida qonun bo'yicha javob berasiz. Qo'y bolam, men bir qari chol bo'lsam, qayerga yugur-yugur qilib beraman. Qayerdan topaman uni? To'yga kech qolamiz. Qo'yib yubor o'g'lim. Ke, to'ylaringda xizmat qilaylik. Qo'yib yuborgin, iltimos. Kech qolamiz to'yga o'g'lim. Iltimos sendan bolam. Mayli, mayli otam. To'y boshidagi insonlar ekansizlar. Qo'yib yuboraman, yoshingizni hurmati. Ha, yaxshi. Faqat ozroq uzatasizlar. Uzatasiz? Nimani uzataman? Nimani bo'lardi? Qurug'idan uzatasiz, ishni tekislab yuboraman. Tushunmadim o'g'lim, tushunmadim. Nimani tushunmaysiz, ha? Nimani tushunmaysiz? Ey bolam. Bak qara, menga qara. Ke bera. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolam qurug'i menda bor. Qurug'ini bersam qo'yib yuborasanmi? Nimaga boyadan beri jim o'tiribsiz? Bu ko'rinishingizdan bir bamani, bir gapga tushunadigan insonga o'xshaysiz. Qancha beray bolam? Shu ekta qo'ling to'lsa bo'ldimi? Bo'ladi. Islomboy, o'tiring mashinaga, yurgizing. Yana kech qolmaylik to'yga. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani bolam? Ikki qo'lingni och. Hozir.
Ha, mana. Mana bolam. Bu nima? Bu bolam qurt. Rosa mazali. Saratonni issig'ida qurigan. Robba rosa qurigan qurt bu bolam. Yolg'iz ekansan. Zerikishdan chalg'itadi. Bittasini tiling tagiga tashlab olsang, kechgacha shimib yuraverasan. Ammo lekin suvdan ko'proq ovagin. Sho'rtak chanqatadi. Islomboy, haydang. Ajoyib voqea. Mana shu voqeani bemalol endi boshliqda oldiga olib kirsam bo'ladi. Lekin bu voqea ertaga ommaga chiqib ketsa, yo'l nozirlari mendan xafa bo'lishadi-ku. O'zim yo'lda yuraman. Keyin to'xtatib mendan alamini olishadi. Yo'q, bu voqea bo'lmaydi. Boshqa mavzuda o'ylab topaman. Ichuvchilar haqida zo'r voqea bor. Demak, boshladik. Otam, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamaysizmi? Ha yo'q. Nimani edi muncha? Ertalabdan ichib olganmisan? Ha, endi ana u Xolmatli do'kondan 100 tiqib oldim-da. Kayfiyatni ko'tarish uchun kayfiyatni. Kayfiyatni ko'tarish uchun deb o'zing ichasan. Qo'shnilarni, o'zingni oilangni uydagini kayfiyatni buzasan keyin, ha? Nima buzaman? Ha, ichib yurgandan keyin odamlarning kayfiyatini buzasan-da. Aytmang, ko'payib ketyapti, kamaytirish kerak. Kamaytir. Tunov kuni qarang. 8 ta shishani bir o'tirishda bo'shatib bizay, qarang. 8 shisha. Ha. Obbo azamatlar, necha kishi? Ha, shu salkam 30 kishi. Ha, 30 kishiga 8 ta aroq dengizdan tomchi-ku. Ha, bu Sahroyi Kabirning qaynoq qumiga bir piyola suv quyish bilan barobar. To'g'ri, lekin 10 kishi ichmadi. Ichmadi? 7 kishi kasal ekan. Hozir ichsak dedi, shu o'tirgan joyimizda bizga bir balo bo'lib qoladi dedi, qo'yila tinchlik kerak dedi. Keyin 6 kishi rulda ekan. Qo'yila hozir jarimalar oshib ketgan, muammo bo'lmasin dedi, ichmadi. Undan keyin bir 3 ta ayol qo'liga bir umrida piyola ushamagan ekan. Ular ham ichmadi. 4 kishi qoldik. 4 kishidan 2 kishi 2 piyoladan ichuvdi, mazasi qochib qoldi, ko'tara olmas ekan. Keyin bo'lar ish bo'ldi deb sherigim ikkalamiz tugatib yordik. Hali ham qonlaring yorilib, o'lib qolmaslar o'sha yerda. Voqea-ku yaxshi, lekin ichuvchilarning hammasi ham yomon odam emas-da. Oz-ozdan oladigan tanishlarim ham bisyor. Buni ertaga o'qib ular xafa bo'lmaydimi? Yaxshisi boshqa mavzuda yozaman. La'natli sovuq. Shunaqa ham sovuq bo'ladimi? Bahor kelsa ham. La'nati. Shunaqa ham sovuq bo'ladimi? Bahorda ham. Tinchlikmi uka? Qo'yavering. Bu sovuq ishchi beliga tepyapti-da. Nimaga? Nargi mavzuda ham shu ahvol. Hamma joy sovuq. Shunaqa ham sovuq tushadimi? Shunaqa ham sovuq bo'ladimi? Nima gap o'zi tushuntiribroq gapiring? Mashina ochilmayapti. Sovuqdan muzlab qolgan. Mashinalar muzlab qoladi sovuqda. Tushunyapsizmi?
Ha, bitta yo'li bor buni. Qanaqa? Qaynoq suv quyib, ochiladi qo'yadi. Siz joydamisiz? Ha? Nima qildi? O'ylab gapiryapsizmi? Ha, endi shunday qilsa, eriydi ochiladi deb eshitganman-da. Topgan gapingizni qarang-a. Nima endi men kech kirganda, shunaqa o'zg'irin sovuqda mashina o'g'irlaganda shahar bo'ylab qaynoq suv ko'tarib yuramanmi? Yaxshi voqea bo'ldi. Lekin shu maqolani haligi o'g'ri o'zi o'qisachi. Keyin mani ism familiyamdan uyimni topib o'g'irlikka tushsachi. O'g'ridan dushmaning bo'lgani bu yaxshi emas. Bir beozor insonlar haqida yozish kerak. Hech qanaqa ozori tegmasin. Beozor insonlar bu nafaqaxo'rlar. Demak, nafaqaxo'rlar haqida yozay. Nima voqealar bor ular haqida? Ya, assalomu alaykum otam. Bormisiz? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ota ko'rinmaysiz. Ilgari-ku ko'rinmasligingiz aniq edi. Topgan gapingiz ishtaman dedingiz. Hozir anchadan beri nafaqaga chiqdingiz. Baribir mahallada ko'rinmay qo'ydingiz. So'rama. Ish ilgarisidan ham ko'paygan hozir. Yana qanaqa ish? Har xil ishlarda o'g'lim. Nahotki qanaqa ishlar? Kishi nafaqaga chiqqandan keyin hammani tekin u tayin dastyori bo'lib qolar ekan. Qanaqasiga? Hozir mana maktabga ketyapman. Nevarachalarni olib kelaman. Keyin bog'chaga boraman. Kichkina nevarachalarni olib kelaman. Darsini qildiraman, hovlida o'ynataman. Undan keyin kelin, o'g'lim ishdan kelguncha kartoshka piyozlarni archib tayyorlab qo'yaman. Tomorqada ishlash kerak. Qo'y, parranda, darranda. Shunaqa gaplar. Hammasini gapi bitta. Nafaqadasiz-ku, bekorchisiz-ku, shu gaplar. Undan ko'ra ishlab yurganim ma'qul edi. Nafaqaga chiqib ishlardan qutuldimmi desam, tutilgan ekanman. Xullas, shunaqa gaplar. Bo'pti, sog' bo'l. Mayli. Xo'sh, rahbar bo'lish qalay ekan? Yomon emas. Mana sizdan qolgan kamchiliklarni to'g'rilab ishlayapmiz-da. Siz nafaqaga chiqib qutuldingiz. Biz rahbar bo'lib tutildik. Nafaqaga chiqib ko'p narsani angladim. Xo'sh, nimani ekan? Erkakni to'qchilikda, ayolni esa yo'qchilikda tanib olar ekansan. Farzandni qarilikda tanib olar ekansan. Do'stni qiyinchilikda tanib olar ekansan. Jigarni esa merosda tanib olar ekansan. Boshliq odam esa atrofdagilarni nafaqaga chiqqandan keyin tanib olar ekan. Bu ham yaxshi voqea bo'ldi. Lekin yana bir narsani o'ylab qoldim. Buni o'qigan odamlar nafaqaga chiqishni xohlamay qolsa nima bo'ladi? Odamlar hammasi jiddiyga olib nafaqaga chiqishdan bosh tortishsa, ertaga yozgan maqolam o'zimga muammo bo'lmasa bo'ldi. Yaxshisi biror bir hozirgi aktual mavzular haqida yozganim ma'qul. Shunda hammaga qiziq bo'ladi. Hozir aktual mavzu nima? Quruvchilar haqida yozaman. Quruvchi. Mana aka kelishib qurilishlarni ham boshlab yubordik. Ish qilib ishchilarimizni boqa olamizmi bu qurilish orqasidan?
Qanaqa ishchi? Bu qurilish siz u biz, qarindosh urug'imiz barchamizni boqoladi. Yo'q, ertaga bu domga ko'chib keladigan insonlar ham xursand, mamnun bo'ladimi? Endi ko'p odamni boqqandan keyin bunisiga javob bera olmayman. Eng muhimi o'zimiz mamnun bo'lamiz. To'g'ri, hammaga qiziq aktual mavzu, lekin yetarli dalil isbotim yo'q. Ertaga javob berish kerak bo'lib qolsa, qiynalib qolaman. Bunaqangi juda katta mavzularga aralashmaganim ham ma'qul. Yaxshisi boshliqlar haqida yozaman. Poraxo'r, majlisbozlikni yoqtiradigan boshliqlar hamma joyda topiladi. O'shalar haqida yozaman. Ham odamlarga ham qiziq bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Majlisga aytilganlar qani? Siz rosa 1 soat kutishdi, keyin o'rinbosaringiz hammani turli yig'ilishlarga jo'natdi. Xo'p, o'rinbosarning o'zi qayerda? Siz o'rningizga boshqarmaga ketdi. Tushunarli. Bosh muhandischi. Viloyat kasaba uyushmasining texnika xavfsizligi bo'yicha tadbiri bor ekan. Xo'p, kasaba uyushmasi boshlig'ichi. Parashyut sport federatsiyasiga ketdi. Xo'p, bosh hisobchi shu yerdadir. Debitor qarzlar bo'yicha birlashmada hisobot bor ekan. Sizni shaxsan ishtirok etishingiz tayinlangan. Rahbarning o'zi kelmadimi deb, meni urishadi deb qo'rqib o'zi ketdi. O'zi nechta yig'ilishga aytishgan? 7 ta o'rtoq direktor. 7 ta? Hammasi bir vaqtdami? 2tasi 9 da, 5tasi 10 da. Men xodimlarni o'sha ko'proq o'zlarining ish joyida, o'zlarining ishlari bilan band bo'lishi haqida majlis o'tkazmoqchi edim. Siz nasib qilmabdi. Binoga kirishda qorovulni ko'rmadim. Qorovul qayerda? U ham yig'ilishdi. Qorovulni so'rayapman. Qorovul qanaqa yig'ilishda bo'lishi mumkin? Qorovul bizda o'z ishidan tashqari bog'bonlik vazifasini ham bajaradi. Shuni inobatga olib, o'rinbosar uni tuman tabiatni muhofaza qilish bo'limida o'tkazilayotgan yig'ilishga yubordi. Hoppo. Hamma majlisda. Lekin aslida majlis ham ish degani. Chunki u yerda ish haqida gapirishadi-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'pti. Bugungi yig'ilishni ertaga soat 9 da o'tkazamiz. Hammaga tayinlang. Xo'p bo'ladi, lekin ammo sizni ertaga soat 9 da 3 ta yig'ilishga aytishgan. Yo'q. Shunaqa. Siz yana keldingizmi? Ha, keldim. Sizga boshqa kelmay degandim-ku. Boshliq yordam qilmasangiz bo'lmaydi. Yordam qiling. Yordam bu tez yordamda bo'ladi. Bizda yordam bo'lmaydi. Siz nima desangiz shu bo'ladi-ku. Imkoniyat qo'lingizda-ku. Yordam qiling boshliq. Iltimos sizdan. Meni tushunmadingiz shekilli-ya siz, ha? Tushunmadingiz. Haligi shuni, boshliq. Shuni olib qo'yasiz-da. Bizni ish hal qilib bersangiz bo'ldi, boshliq. Porami bu? Yo'q. Bu pora emas. Nima unda bu? Bu haligi ehson. Ehson deb qabul qila qoling. Ehson? Ha. Ehson deb. Ehson-a? Ehson. Aniq ehsonmi? Ha. Yaxshi, ehson deb qabul qilamiz. Boshqa gap yaxshi. Ilohi amin. Kasb-koringizga baraka bersin. Ishlaringiz rivojini bersin. Farzandlaringiz baxt saodatini ko'ring. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Ehsonlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Rahmat, omon bo'ling. Endi bo'shsiz chiqavering. Haligi biz masala Nima haligi? Nima? Bo'shsiz dedim, chiqib ketavering.
Xo'sh. Bu yil juda ham yaxshi ishladinglar. Yomon emas. Sizlarni shunday ishlaganinglarni inobatga olib, har biringizga 2 million so'mdan mukofot puli yozdirib, buyruq chiqaryapman. Rahmat. Agar kelasi yil ham xuddi mana shunday jonbozlik ko'rsatib, kunni kun, tunni tun demasdan ishlab, jonbozlik ko'rsatib, mehnat qilib, vaqtingizni ayamasdan uyingizdagi bola chaqangiz qolib ketsa ham kelib mehnat qilsangiz, o'sha buyruqqa kelasi yil imzo qo'yaman. Kelasi yil Zo'r voqealar bo'ldi-yu, lekin degan joyi bor. Boshliq ataylab menga tekkizib yozgansan deb xafa bo'lib qolsa-chi. Ertaga o'zimni boshimga bitgan balo bo'ladi-ku. Axir faktlar, dalillar yetarli emas. Alo. Alo, assalomu alaykum. Odam qo'rqitib yubordingiz-a? Nimaga? Ana komissiya keladi, mana komissiya keladi, kelib tekshiradi dedingiz. Hech kim kelmadi-yu. Komissiya kelmagani yaxshi emasmi? Ha, endi zararimizni kim to'laydi? Qanaqa zarar? Ya, qanaqa deysiz-a? Axir 3 kun yurak hovuchlab to'g'rima-to'g'ri ishladik. Bir chiqa ham yonimizga qolmadi. Endi hayronman rostda nima deyishga ham. Axir Jonibek Yusupovich, sevinch uni qil, sevinch buni qil deysiz-ku. Bunaqa paytda esa hayronmandan nariga o'tmaysiz-a? Har kuni 1 milliondan ishlasak ham 3 kunda 3 million bo'lardi. Kelmagan komissiyaga biz cho'chib qoldik. Endi ko'rgan zararimizni o'zingiz to'laysiz. Xo'p. Hozir qaysi magazindasiz? Men hech qanaqangi magazinda emasman. Uzr, sizni rosti tanimadim. Ya, tanimay qoldim-deng. Yaxshi qiz, qayerga telefon qilyapsiz o'zi? Siz qayerdansiz? Men tahririyatdanman. Adashib tushib qoldi shekilli. Adashib tushib qoldi, lekin men uchun ayni muddao-ku. Tayyor mavzu. Jonibek Yusupovich. Komissiya mavzusi. Hoziroq shu raqam orqali hamma narsaga aniqlik kiritsa bo'ladi. Muammomga yechim topildi. Hech atrofga qaramayapsizlar. Bu nima meni qaritishim maqsad? Mana o'shaga keldimaylarmi? Qaramayapsizlar, meni qarityapsizlar. Ko'rinmayapti ishlaring. Xayriyatam qonlaring yorilib o'lib qolmabsizlar-a. Rahmat. Hali ham sizlarni yer ko'tarib yuribdi-da. Hoppa. Yo, endi Nuqta qo'yib bering-da.